Mani qizlarim har kuni muzqaymoq yesa ham hech muzqaymoqqa to'yishmaydi. Har doim magazindan sotib olib, magazinchilarni boyqigandan ko'ra uy sharoitida tayyorlab ko'ramiz. Uyda tayyorlangan muzqaymoq bunaqa mazali chiqadi deb o'ylamagandim. Ko'chan muzqaymog'ini endi umuman yemasam kerak. Birinchi marta muzqaymoq tayyorlashim bo'lganligi uchun ozgina qo'rquv va tavakkal bilan ishni boshladim. 3 tuxumni sarg'iga 180 gramm shakar qo'shib, miksirni o'rta darajasida shakari eriguncha mikserlab oldim. Shakar erib bo'lgandan keyin 250 mg juda ham qaynab ketmagan, lekin qaynash darajasiga kelgan sutni quyib, yana 10 daqiqa mikserladim. Qozonga sutli massani quyib, o'rta olovda quyilguncha aralashtirib turamiz. Massamiz xuddi mana shunaqa holatga kelishi kerak. Uni strech paket bilan yopib, avval xona haroratida sovutib, keyin 2 soatga muzlatkichga yuboramiz. Massamiz soviguncha 400 gramm qaymoqqa vanilin qo'shib mikserlab, muzlatkichdan sovib chiqqan massamizni qo'shib, yana mikserlab olamiz. To'liq retseptni har doimgidek opisiyaniyada qoldiraman. Qaymoq deyarli tayyor. Muzlatkichni muzxonasida 6 soat qoldirsak bo'ldi. 6 soatdan keyin mana shunaqa qattiq holatda tayyor bo'ladi. Bunaqa mazali chiqqanidan ertaroq tayyorlab ko'rmaganim uchun afsuslandim. Ta'mi qanaqa chiqqanini bilishni xohlasangiz, bugunoq tayyorlab ko'ring va bu videoni muzqaymoqni yaxshi ko'radigan tanishingizga yuborib qo'ying.